Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli kanal obunachilar, aziz do'stlar. Bugun yana bir fayzli barakali xonadonlarimiz biriga Akfa eshik romlarini ustanovka qilib berdik. Bugungi ustanovkamiz Samarqand viloyati Pazarg'om tumanida joylashgan Zormon qishlog'iga ustanovka bo'ldi. Xo'sh, bugungi ustanovkamizga azizlar Akfa Plus 6000 seriya quattro profillardan tayyorlangan antratsit mokrosfosfitdagi plastik romlarimiz ustanovka bo'lgan. 6 ta deraza romi hamda 4 ta alyumin balkon profilidan tayyorlangan eshiklarimiz ustanovka bo'lgan. Va ichlariga mana bunday chiroyli shartlangan gullardan chiroyli qaplab berganmiz. Bugungi ustanovkamiz uyimiz orqa tomonida 4 ta bir xil derazamiz va bir xil fasonda va bir xil gullardan chiroyli qaplab berdik. Derazamiz 1 metr kvadrat aziz do'stlar 1 million so'mdan olib kelib o'rnatib berishi shartda amalga chiqadi va plus bularimiz shartlankalarimiz donasi azizlar katta profili va katta gullardan foydalangan holda bitta ko'zimizga 150 ming so'mlik gul ketadi. Masalan, bitta derazamizga hozir 1 2 3 4 ta gul ketayotgan bo'lsa 150 ming so'mdan 600 ming so'm kvadratdan tashqari hisob-kitobga qo'shiladi. Agar sizlarga ham zakaz bo'layotgan bo'lsa, mana shunday gullar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol orqa chiqaveringizlar. Chunki deganda 2025-yilda mana shunday shartlangan gullar juda ham moda bo'lgan, trendda bo'lgan hisoblanadi. Ham sveti ham antratsit mokrosfosfit oxirgi trenddan svetlari. Uyning orqa tomoni ko'rsangiz, 4 ta bir xil deraza. Oldi tomoniga o'tamiz. Uyning oldi tomonida alyumin balkon profildan ishlarimiz ustanovka bo'lgan. Ustanovkada navigatsiyalar qilib oxirgi ishlarimiz. Xo'sh. Bu tomonimizda ham deraza romlarimiz turkiy fasonda yasalgan plastmassa. Eniga 1.30, balansiga 1.55 razmerda derazamiz ustanovka bo'lgan. Yonida esa xuddi sovetga podsovet antratsit 11 lik balkon profildan azizlar. Balkon eshiklarimiz ustanovka qilingan. Bir o'rniga 245 razmerda eshiklarimiz juda ham proxod, juda ham mustahkam eshik. Chunki deganda azizlar 1 2 3 4 5 tadan 10 ta Akfa'ning o'zini oshmash petlari va katta zamoqlardan qo'yilgan va mana rolikli zamoqlardan qo'yib berganmiz. Bemalol uzoqqa foydalanishingiz uchun juda ham xizmat qiladi. Bu tomonimizda ham davom etamiz azizlar. Xuddi shu zaylda standart bu esa 120 lik eshigimiz. Juda ham chiroyli chiqadi azizlar. Mana ayniqsa 11 lik balkon profilidan hozir tayyorlanadigan eshiklar 2025-yilda asosan azizlar eshiklarimiz mana shunaqa 11 lik balkon profilidan chiqyapti. Sababi eshigimiz osil yopiq o'lishiga va ligrovkalariga ertaga ikki hol o'ynab saylanmasligiga mana shu 11 lik balkon profil juda ham sifatli kачественный chiqyapti. Shu sababli sizlarga iloji boricha mustahkam narsani tavsiya beramiz. Ikki hol o'ynasi bilan olib kelib o'rnatib berish mana shu hammasi ish haqi ichida 1 metr kvadrat 1 million 500 ming so'mdan chiqadi sizlarga. Zakazlar uchun bemalol orqa chiqarishingiz mumkin. Xo'sh, qanday svetlari bor? Antratsit, zolotoy dub mokka, shefeldskiy va oq svet 5 xil svetlarimizda bor. Uylarimiz fasadiga qarab, o'zlaringiz svetini tanlaysizlar, aytgan fasonlaringizni chiroyli qilib chiqarib beraveramiz. Past qismiga aligafonlar, tepa qismiga oq paket oynalarni tayyorlab berganmiz. Paket oynalarimizda ham ichlariga dorlar solingan, germetikalar sitilgan, 100% terlamasligiga kafolati bilan qo'yib beramiz. Davom etamiz yana. Yo'llik teraskamiz azizlar. 1.10 ikki tabaqali standart eshigimiz hamda ikki tomonida 50 ga 1.50 dan ikkita ko'zchamiz tushirilgan. Mana shu teraskalar ham juda ham chiroyli chiqadi azizlar. Kimga qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu Akfa kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki deganda obunachilarimizga bonuslar, chegirmalar bor. Mana chiroyli eshik romlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol orqa chiqaveringizlar. Nomerimiz videomiz kommentiga yozilgan. Ikkala nomerda ham imo, Telegram, WhatsApp bor. Aloqaga chiqingizlar agarlar kelishtirib chiroyli mana shunday chiroyli eshik romlarini sifatli kачественный qilib yasab beramiz. Mana shu uyni zakaz qilgan akamiz ham o'zi chet elda mana shu kanalga obuna bo'lgan, o'zi aytgan kelib o'lchab, mana aytgan vaqtidan ilgari ham olib kelib o'rnatib beryapmiz. Mana uyiga bo'lamiz biroz gapi, masalan, o'zingiz bir klientlarga biroz nima aytmoqchi, vaqtida keldimi aytgan narsalari. Vaqtidan oldin keldi. Vaqtidan oldin zakaz keldi. kelganimda mana ishlar hammasi yo'q. Ko'nglingiz to'lmadi ishlarimiz. Ko'nglim to'ldi. Tavsiya qilasizmi bitta Zormonlik akalar masalan ko'radi sizni. Hamisha tavsiya. Akalar bemalol mana chiroyli masalan eshik rom kerak bo'lsa,
aloqa chiqmaydi. Kelishtirib, chiroyli qilsa beraveramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik akalar. Bitta like bosib, qulab qo'yasizlar. Agar ozgina kamchilik bo'ladigan bo'lsa, avvalo uzr so'raymiz. Qo'limizdan kelgancha sizlarga tanishtirib yurdik. Obunachilarimizga bonuslar, chegaramalar bor. Va chunki deganda obunachilarimiz azizlar o'zlari ko'rib boradi. Nima deganda, seximizda masalan polni yasalishidan mana shunday ustanokacha jarayongacha sizlarga yordam berishga harakat qilamiz. Sababi sizlarga daveriya uchun, ishonch uchun. Ko'pchilik aldanib qolmasligi uchun mana shu narsalarni to'liq qo'yib boramiz. Akalar, o'tkazib yubormangizlar, bitta like bosib, qo'llab qo'yasizlar, umid etaman. Sog' bo'lasizlar.